Bilasizmi, nima uchun aynan shu harflar sukun bilan kelganda tebratib o'qilinadi? Sababini bilib oling, shunda bu qoida hech ham esingizdan chiqmaydi. Qof harfi. Bu harf kaf bilan deyarli bitta joydan talaffuz qilinadi. Uni tebratib o'qimasangiz kafga o'xshab qoladi. Masalan, aqbala emasda aqbala desangiz xuddi kaf eshitilgandek bo'ladi. To harfi. Agar to harfini tebratmasangiz oddiy taga o'xshab qoladi. Matolaba emasda matlab desangiz to'dan taga aylantirib qo'ygan bo'lasiz. B harfi. Agar bani tebratmasangiz pga aylanib qoladi. Masalan, abromni abrom qilib qo'yishingiz mumkin. Jim harfi. Agar jimni tebratmasangiz chga aylanib qoladi. Masalan, ajru demasdan ajru desangiz. Dal harfi. Agar dalni tebratmasangiz yana tga aylanib qoladi. Masalan, qode emasda qod desangiz. Arab tilini 7 yillik sinalgan sodda uslubda o'rganishni istasangiz, izohga plus qoldiring, shunda kurslarimizda o'qishingiz mumkin bo'ladi.